o'sha daraxt yig'ibman, sal ko'proq yig'sam, keyin qishloqqa yana borsam bo'laveradi. Okay, let's go. Assalomu alaykum bolalar, men o'sha Felix. Короче, bolalar, bugungi videoda biz hozir danli время, ya'ni ichi qo'yinglar. Danli время bolalar biz daraxt kovlayapmiz. O'ynab bering bolalar. Tiqqinchdan. Qanaqa ovoz bo'ldi? Kim yorma so'rayapti? Tushunmadim. Harom aka, yo'qol soatda. So'kinma, birodar aziz. Tushunmadim, bu yerda nima bo'pti? Ha, demak yo'l to'sarlar, to'g'rimi? Bechora qizlar nima talab qilyapsanlar? Marazlar, makalaring. Bora qolyapti, senga qo'ta qilolmayman. Yo'q, men bu yerda bitta qizni qiynayotganlarni ko'rib, men shundoq keta olmayman. Maka, yaramas xalsalik ko'rsatib qo'yam. Bechora qizni suqib olish qanaqaligini. Maka, yaxshi, maka. Yaramas kuchli ekanchim uchun sonlarini yaxshilab. Qanaqa u bo'ldi, easy. Men dagisanga borib men cho'nsami? Maka yaramas, xat qilib qo'yaman deydi maka. Yaxshi, bar. Bu yaramas, qarab maka. Ol. Bas. Yo'q. Easy. Assalomu alaykum, siz yaxshimisiz? Yaxshiman, o'zingizchi? Da yaxshiman. Butun ovqatingiz? Yaxshiman, qo'yganingizga. Arzimaydi. Men doimo gentleman bo'lganman. Qani ketyapsiz qishloqqami? Da, shunaqaro. Okay, mas yordam kerak emasmi? Yo'q, rahmat. O'zbek o'ylayman. Okay, bo'lmasa sizga omad. Yana agar yordam kerak bo'lsa chaqiring. Okay. Bo'ldi, ko'ryapsizlar, biz yaxshilik qildik onasini emasmi? Bolalar, mendek gentleman odam qayerda bor? Tiqqunch, короче, bola bo'lmasa biz chalg'amasdan tezroq o'tin g'amlashimiz kerak bolalar. Chunki merga 1,5 stak o'tin olmorimni va'da berib qo'yganman. Okay, biz tezroq borsak, keyin fermadagi ishlarni ham qilish kerak. Bolalar cho'zilib ketdi o'zi. Okay. Pam. Bolalar, va nihoyat qishloqqa qaytib keldik. Ovqatni yeyishga ulgurganim yo'q, chunki bola hali qornim ochganim yo'q. Bir pasda ishlab tashladim va lekin bola bizda burger. Stop, qaysi qo'li qiyshiq bunaqa qildi? Beparasat. Bola onasini ezmaydi. Qancha qishloqni obodonlashtirishga harakat qilasan, lekin nega qo'yilmayapti? Menimcha Minecraft bug. Bola, men aytdim, qancha qishloqni obodonlashtirasan, lekin tushunmadim. Boyagi mashinam bu? Boyagi qiz axir qishloqqa ketaman deb o'tdi. Endi menimcha yangi o'yinchimi, yangi mashina xullas ko'chib kelgan bo'lsa kerak yangi. Xo'p, mer kirsam maylimi? Kiror. Mer, assalomu alaykum. Aka, mana shu sizga aytgan bola. Stop. Bu sizning qizingizmi, mer? Sanmisan, Felix, sen hali meni qizni qutqarib qoldingmi? Shundoq qarab, mana uni o'tlan oling. Yo'q, stop. Va buni shundoq qoldira olmayman. Axir sen mana bitta qizni qutqarib qoldingmi? Da, shunaqa qarab, rahmat shart emas. Yo'q, qara, balki bitta peshayni o'pib qo'y. Yo'q, shart emas, rahmat mer. Yo'q, bu oddiy qoldirib bo'lmaydi. Sen bilasan nima qilgan? Orqamda yur, senga sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Stop. Orqamda yur. Bo'ldi, okay, mer, nimaga edi? Yo'q, prosta men o'rnimda xohlagan odam shunaqa qilgan bo'lardi. Yo'q, sen вообще-то maxsus odamsan, orqamdan yur yaxshilab. Hali senga juda katta rahmat, lekin Felix. Bo'ldi, mer, aytaman, u sizning qizingiz bo'lsa, axir doimo yordamiga shayman. Orqamdan yur. Okay, xo'p, nima bo'ldi? Bu bo'mbo'sh uy, xo'p, nima qilibdi? Короче, qara, sen bor bitta qizni qutqarib qo'yganing uchun rahmat sifatida mana shu insonga sovg'a qilaman. Nima? Mana shu menga berib yuborasizmi? Da, bunaqa tekinga qizim uchun. Rosta hazilmasin bu? Rosta, orqamda hali tugaganiga sovg'alar. Stop, rosta mer, rosta menga berib yuborasizmi uyga yoki kreditkami? Yo'q, senga butunligiga. Yo'q, bola, uyli bo'ldik. Qayerga ketyapsiz mer? Orqamda yur, hozir ko'rsataman mana. Va uyga qo'shib bonusiga mana shu bitta qizil mashina ham. Nima? Mer rostdan menga mashina berib yubormoqchimisiz? Albatta, mana men kaltini olishim mumkin. Panika qilma, kuyov bola. Stop, men kuyov bola. Mayli, unut. Mer rostdanmi? Zavqlar bola paqir. Bola nima bola bo'lib ketdi? Onasini esni bola 5 minut ichida. Bola birdaniga uylik va mashinali bo'ldim. Tiqintish. Bola, ko'ryapsizlarmi? Yaxshilik qilsin, yaxshilik qaytadi bola. Bitta mashinali bo'ldik. Hali kim o'ylabdi uni meri qiziligini? Bola, yaxshi menga yordam beribman bola. Mer menga rostdan bola mashina bilan uy berib yordimi qishloqdan? Wow, bola. Albatta, mana uni ajoyib desa bo'ladi. Albatta, bu like bosgan buni qo'yinglar bolalar, bunga like bos qo'yish kerak. Bitta
qani let's go qani oho uy moshina qaranglar такой bola qizildan bola qani sekin wow Schumacher olib ketdim onasini emasmi bola yo bola rostdan mashinali bo'ldik Porsche bola Porsche qani endi sekin uy mol yo'q qo'ysam bola keyin bola bizda endi ikkita uy bo'ldi bola bittasini arenda berib qo'ysam bola bilasizlar qancha foyda qilaman yo'may bola bo'ldi hayotim 360 gradus o'zgarib ketdi bola qanday qilib mer bola вообще ziqna odam menga bitta mashina uy berib yuborishi mumkin bola shundoqqa men ham hayron qolyapman nu balki rostdan balki qizi u uchun вообще zo'r narsadir ya'ni qanaqa zo'r narsa qizi uchun вообще yagonadir bo'lmasa bola srazi bu yerga narsani ko'chiramiz bola yangi uyimga endi yangi uyim bor bola bu yoqni esa arendaga ham berib qo'yamiz bo'lmasa let's go bilan kirkira olmasam bo'ldi bola va nihoyat bola juda ham xursandman bola вообще bola ishni yopib qo'y bo'ldi ketdik bola Felix bola ham xursandsan keyin tushuntiraman yemayo bola va nihoyat orzuga hayot kelyapti onasini endi bola bitta xotin olsam bo'ldi bola и все bola let's go sekin uni joylashtiradigan bo'lsak bularni qani bismillah qani vau uy kattaligini qaranglar bola qaranglar buni bu yoqqa joylashtiramiz buni bu yoqqa qo'yamiz buni bu yoqqa bola lekin rosa hayron qolaman qanday bunaqangi ziqna odam uy berib yuborishi mumkin plus mashina bilan nu mayli bola bergandan keyin olish kerak edi to'g'rimi bola axir yo'l desa uyat bo'ladi oho bola juda ham xursand qani bu yoqqa qo'y yaxshi bola bu yoqqa qo'y yaxshi bola ho'p endi buni bu yoqqa bola juda ham dizaynerlik qobiliyatim yo'q lekin iloji boricha dizaynerlik qilolman ya'ni to'g'irlayolman ho'p endi bu katta shkaf qo'yib qo'yamiz yo'q sig'mayapti katta uyga ham sig'mayapti bola ho'p bo'lmasa buni bundoq qilib turib buni bu yoqqa joylashtiramiz de bola yo bu yoqqa joylashtirib qolamiz keyin bu yoqqa divan qo'ysak keyinroq bolalar o'zim uchun televizor sotib olsam mazza qilib bu yerda такой sneglar bilan o'tiraman televizor ko'rib endi yo'q qo'ysam bo'ldi bola qanday go'zal bolam bir qanday sveti ham bor ekan bola wow bola albatta yangi uyimga bola 10 ball sistemada necha ball qo'yasizlar albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar bola o'zinglarning fikringlarni masalan men o'zim uyimga 10 dan 8 qo'ydim nimaga 10 emas baribir bir narsa yetishmayotgandek bola lekin qaranglar endi meni yangi uyim bor bola eski uyimga sotib yuboramiz bir narsa qilamiz bo'lmasa endi davay bola montaj qilamiz davay bola bo'lmasa Felix muhokama kirish mer dada bemalol kirishingiz mumkin mer mana eshikni ochib beraman короче qara Felix senga bu yerdan вообще muhim masala bo'yicha keldik qanaqa assalomu alaykum sizga ham короче qizimiz sana ko'ngli bor ekan nima da shunaqa ko'ngli bor ekan o'shanga endi boshinglarni bitta qilgani keldik nima stop nima yo'q kechirasiz lekin mana qizingizni ko'nglim yo'q edi uzr lekin agar xafa qilib qo'ygan bo'lsam lekin mana o'zimni boshqa qizim bor qayoq nima qilib qo'yding garang betofiq bechora qizim xafa qilib qo'yding-ku uzr mer lekin mana rostdan yo'q uylanish niyatim ham yo'q mana o'zim qizim bor yo'q yaramas qanday raditsi yo'q men senga uylanasan dedim uylanasan xo'p mer bitta uy berib mashina berib endi xohlagan ishingizni qilmayman-ku to'xtab tur deb yo'q da yo'q hali ko'rasan hali gaplashamiz sani yo'q deydasan bola qiziq odamlar ham uylanasan deydi-ya bola men majburman uylanishga вообще-то nima bitta uy berib осуждаю bola uylanasan deydi ну bola to'g'ri aytishi mumkin nima qilibdi deb lekin baribir o'zimni qizim mana boshqa bola meri qiz uylanish yo'q rahmat ну atak ko'p pul qoladi-yu bola lekin baribirda bola ну to'g'ri ko'proq pul qolishi mumkin hamma boy ketishi mumkin lekin bola baribir birinchi o'chirda haqiqiy sevgi bo'ladi bola umuman yaxshi ko'rib qo'ygandir endi shunaqangi bola chiroyli bolani kim yomon ko'rib qoladi bola o'zim maqtab qo'y bo'lmasa sabzini olib qo'yamiz bola xo'p endi bilan sekin egib chiqamiz bola chunki endi bu uyi oldidagi огородdan meni zimmamda ana qizga nima bo'ladi endi bola o'zini ichini o'zi yeyotgandir ana necha bola esan chiqib ketar hali unga o'zim nima xolos topib beraman bola takoy patsanlarim bor bola o'rtoqlarim bor o'rtoqlarim gaplashtirib qo'ysam bola u ham uylanib ketadi bola ya'ni erga tegib ketadi uzr bola bo'lmasa davay bola kreativni ko'ramiz вообще bola aktivni qaranglar kanalni wow deydi-yu oy yaramas baki kim chaqiryapti man stop nima hali sen yo'q deyishib qanaqa ko'rsatib qo'yamiz nima stop sizlar kimsanlar nima haqlaring urushga yo'q butun mosh eloti bilan kelibdi bola bor yo'qol bu yerdan bor yo'qol qo'yib yuborman maraz
yo'q, o'ldirib qo'yishar. Ha, yaramas bu aka. Hozir kuling ko'rsatamiz. Bergi yo'lda chiqara qarang ko'rsatib qo'yamiz. Qanaqa yo'q, qoch bola. Вообще-ku bola. Bola qoch. Yugur. Felix, yo'may. Va aka, qo'rqma, yaramas. Qanaqasiga u bitta kelar hech bo'lmasa nima? Yo'may bola bilan kim jonotgan bo'lishi mumkin? Menimcha men jonotgan bola. Yo'q. Yo'q, iltimos, yo'q. Yo'mayu. Boshim orqasi qonyapti menimcha bola. Voy, boshim вообще og'rib ketdi. Men stopman qayerdaman? Yo'mayin, o'zini bo'lganda bola oxirgi marta. Qani bu. Vah, yaxshi. Stopotini oxirgi marta bolalar mani bir to'la stop kim telefon. Ha, Felix joylashib oldingmi? Yaramas, men har sani ko'rsatib qo'yaman, hali politsiyaga aytib beraman sana. Qanaqa politsiya? Короче, ukam gapish yoki qizga uylanasan yoki mana shu o'lib ketasan. Qanaqa aytdim-ku, men o'ylamayman bunga. Yo'q, bolalar. Короче, senga muhlat. Yo'q. Do'stlar, ikkinchi qismda men Mera qiziga